bizning davrimiz. Ta'timi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Nurg'un odam dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Men quloq seling. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Sevimli do'stlar, sevimli saboqdoshlar, kechliginglar xayrli bo'lsin. Mush sahnaga chiqqanlarni ko'rganda nurg'unlaringlar shu odamga havas qilsizlar. Yoki bo'lmasa, agar menmi sahnaga chiqqan bo'lsam, uningdan yaxshi so'zlay olaydim deb o'ylaysizlar. Lekin mayli sahnadagi odamning nutqi muvaffaqiyatli bo'lsin, bo'lmasin, u ish qilib mush sahnaga chiqa oladi. Sizlar bo'lsanglar yanada ko'rurman bo'lib o'tiribsizlar. Bu yerdagi yadroliq omil shuki, gap sizlarning notiqliginglar yoki so'zlash qobiliyatinglarning yuqori bo'lish bo'lmasligida emas. Sizlarning mush sahnaga chiqishga jur'at qilolmaganliginglarda. Hayotimizda biz jur'at qilolmaslik, tavakkul qilolmaslik sababidan qanchiligan ishlarni qilolmay qoldik. Ilgari mundaq bir yigit bo'lgan. O butkul oliy maktab hayotida bir haqiqatdanmi muhabbatlashib baxmagan. O'quvchilar uyushmasining ham sinfning hay'atlarini saylashga azaldan qatnashib baxmagan. Undaqda o yigit kimdir? O men. Oliy maktabdagi chaqda acaba mening muhabbatlashkim yo'qmidi? Amsi men nimishqa muhabbatlashmadim? Oldi bilan men o'zimni to'van ko'rib qopdiman. Men xiyolimda agar bir qizni qo'g'lasam, u qiz cho'qim, "Hey ahmaq, meni qo'g'lashyapsiz texi, osmondagi g'ozning sho'rpisiga nanchilab yapsiz" deydi. Rostli shunda xo'p qolsa men eslib o'lib yoki bir to'shib tepib kirib ketishdan boshqa nima qila olayman deb o'ylabdiman. Shuning bilan bu xil qo'rqinish asli oliy maktab hayotimda bo'lishga tegishli nurg'un go'zal ishlarning bo'lishini to'sib qo'yibdi. Lekin hozir o'ylasam, menga bak kulkulik tuyuldi. Chunki kim bu dunyoda ahmaq odamni yoqtirgan qiz bola zodil yo'q deb ayta oladi. Qizlar tarafidan rad qilinsam nima bo'pti? Acaba mush kichikkina ish tufayli butkul dunyo o'zgarib ketadimi? O'zini bak ustun chaqlaydigan kishilarni biz takabbur deymiz. Lekin o'zini bak to'van ko'radigan bir odamning ahvoli takabbur odamdanmi o'sal. Takabbur odam balkim hayotdagi asli o'ziga taalluq bo'lmagan fursatlarni tutib olishi mumkin. Biroq o'zini to'van ko'radigan odam hayotdagi aslida o'ziga taalluq bo'lgan fursatlarni ketkizib qo'yadi. O'zingizni to'van ko'rganlikdan siz qo'rqsiz. Mag'lub bo'lishdan qo'rqsiz. Boshqalarning qarashlaridan qo'rqsiz. Xuddi atrofingizga hammaylar sizga haqorat qilayotgandek, zarba berayotgandek, masxirlik qarayotgandek tuyuladi. Shuning bilan siz jur'at qilolmaysiz. Shunga siz asli o'zingizni to'van ko'rishga sabab bo'lanmaydigan omillar tufaylidan o'zingizni to'van ko'rib, jasoratingizni yo'qotgan chaqda dunyodagi barliq eshiklar siz uchun taqilib qoladi. Beijing universitetidagi xizmatimdan istifa bergandan keyin asli maktabda professor bo'lib qolay degan odam eski harbiy chaponni kiyib, shilim qochlangan chilakni ko'tarib Beijing universitetiga tamlarga e'lon chaptirib olmoqchi bo'lganda eng boshda men bek qo'rqqan edim. Ishimda u yerliklarning hammasi men o'qitgan o'quvchilar tursa degan edim. Deganligidek bir o'quvchim kelib, "Voy muallim, e'lon chaplayapsiz" dedi. Men shu maktabda yinib chiqib o'zim kurs ochgan, e'lonni o'zim chaplayapman dedim. Shuning bilan u "Asirman muallim, e'lonni sizga men chaplashib beraman" dedi. Shu chaqda men tuyuqsizda o'quvchilarimning meni to'van ko'mayli qolmasdan texi menga e'lon chaplashib berdiganligini bayqadim. U menga e'lon chaplashib berib qolmay, yana boshqalar kelib e'lonimning ustiga "E'lon chaplayapmisan" deb qarab qo'ydigan bo'ldi. Asta-asta men shuni his qildimki, odam dunyoda o'zining qo'rqinchi ham boshqalarning g'alati nazarlari ustidan g'olib kelgandilar, ondan olg'a bosa oladi ekan. Dal mana shundoq asta-asta yetildirgan jasoratim bo'lg'ashqilar, mening kasbdagi natijalarim bo'lgan. Men mush kunga erishgan, o'z kelgusimni yaratgan. O'ylab baqsam, yaqin kunlarda butkul dunyoda noit olqishlanayotgan do'stlarimning biri Mayunni misol olsam, men qaraganda u bak ulug'. Lekin Mayunning men bilan xelijiq o'xshashligi bor. Albatta bu chiroyimizdagi o'xshashlik emas. Hammanglar bilasizlar, chiroyimizda farq xeli cho'ng, ha? Uning chiroyi biroz alohida. Ishkilimiz oliy maktab imtihonini 3 qatim bergan. Men Beijing universitetining to'liq kurs sinifiga, u Hangzhou pedagogik institutining maxsus kurs sinifiga qabul qilingan. Ko'pchilik darholla mushu mendni aytganda qandaqli bo'lsin, meni Mayuniga qaraganda ko'p munavvar bo'lish kerak deb o'ylaysizlar. Lekin bir odam Beijing universitetiga o'tganga munavvar bo'lib qolmaydi. Harvardda o'qiganlik uchun munavvar bo'lib qolmaydi. Va yoki chiroyli yoki kelishganrak bo'lganlik uchun munavvar bo'lib qolmaydi. Bir odamning haqiqiy munavvarligi uning qalbidagi texmi munavvar bo'lishga bo'lgan kuchli intilishi va turmushga ham orzuga bo'lgan o'tdek qizg'inligidan keladi. Mayunda bularning har ikkilisi bor.
shu davrlarda yashabmi Mayun muvaffaqiyat qozonadi. Liyan Xongmi muvaffaqiyat qozonadi. Ma Xuatingmi muvaffaqiyat qozonadi. Menmi muvaffaqiyat qozondim. Biz hammamiz oddiy oilalarning bolalari. Bugungi davrda erishgan uchuringlar bizninkidan mo'l. Sharoitinglar bizning davrimiznikidan ko'p afzal. Shuningizlarning muvaffaqiyat qozonmasligiga bahonanglar yo'q. G'ayratga kelib tunji qadamingizni bosgan cheg'ingizda eng oldi bilan qalbingizga qo'rqinchingizni yeng'ishingiz kerak. Chunki olg'a ilgirlagandek oyoq tevishingizni faqat yolg'iz bir o'zingizdan anlay olasiz. Shu masalalarning qaytib berib qalbinglarda zodi qanda qo'rqinish bor. Astoydil o'ylab ko'rishinglarni umid qilaman. Men zodi nimadan qo'rqaman? Men boshqalarning qarashlariga bakli parvo qilib ketayotamdim. Shu sababli butkul hayotim ta'sirga uchrayotgandim qandaq. Mushlar sababli hayotimdagi tunji qadamni bosishga jur'at qilmay qilyotamdim. Shuning bilan hayotim olg'a siljimayotamdi deb o'ylab beqinglar. Agar rostdan shunday bo'lsa, undaqda saboqdashlar yurakli qalda qalbinglardagi qo'rqinishga va boshqalarning g'alati nazarlariga qarab, yo'q. Chunki men degan men denglar. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib etmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.